Baharning qadriga yetish uchun cho'qim zimiston ko'rish kerakmi? Uyg'urlarda zimiston ko'rmagan bulbul baharning qadriga yetmas degan maqolni hamma odam tugudek biladi. Bu ota-bobolarimizning uzun zamonlik tajribalariga asosan yakunlab chiqqan aqliya so'zi bo'lib, uning ma'nosi jafo mushaqqat va yo'qsizlikning dardini tortmagan inson erishgan moddiy ma'naviy boylikqa va erishgan yaxshi kuniga shukr qilmaydi deganlik bo'ldi. Gerçi u qarmoqqa nihoyat logikaga uyg'un va realligimizni aks ettirib bergan bir jumla so'zdek ko'rinsimi, biz buni boshqa nuqtadan o'ylab baqsaq bo'ladi. Biz o'zimizga baharning qadriga yetishimiz uchun cho'qim zimiston ko'rishimiz shartmi deb o'ylab baqsaq, bu maqolda inson yaxshi kunning qadriga yetish uchun oldi bilan cho'qim dard alam va jafo mushaqqatni boshdan kechirish zarurdak. Yoki boshqalarning yomon kunini o'ylab o'zimiz erishgan yaxshi kunga cho'qim shukr qanoat qilishimiz va uningdan ortig'iga erishish uchun tirishchanlik ko'rsatishning hojati yo'qdak. İnsanның algı ilgirlashini to'sib qo'ydigan kuchli bir passiv elementning borligini his qila olamiz. İnsanlarning shukr qanoatchanligi haqiqatanmi insonni nurg'un behuda besimdan va noinsoflikdan xoli qiladi. Shukr qanoatchan insonlar beshiga kelgan yomon kunlarni tashqi omil yoki tuzilmaning sababidan deb qaramay, uni bir sinoq deb qarab, uni kelgusi yaxshi kunlarning bishorat qatorida qabul qiladi. Shu orqali ko'ngliga tasalli izlaydi va o'z-o'zini rohatlantirishga tirishadi. O'tmishdagi garchi bek bayoshat bo'lmasa-mu, ammo tinch o'tgan kunlarni eslaydi. Beshiga kelgan yomon kunlar o'tib, ozroq bo'lsa-mu erkin nafas olg'idek sharoitga erishganda, uni texmi qadrlaydigan va amdili beshidan o'tkazgan yomon kunlarning qaytib kelishidan andish qilib, texmi ehtiyot qiladigan bo'ladi. Xitoy hukumatining xalqimizga qarshi qo'llanib kelgan siyosatlari insonning mushu xil psixikasini unumli qo'llanish asosida tuzilgan bo'lib, Xitoy hukumati dal mushu psixikalik qonuniyatdan foydalanib, oldi bilan millionlagan gunohsiz insonlarni sababsiz lager yoki turmalarga solab jazolanmaslikni eng cho'ng baxt deb biladigan yoki sababsiz jazolab zimiston ko'rsatib qo'yib, turmadan qo'yib bergandan keyin erishgan baharning qadriga yetib, xo'sh bo'ladigan yoki shukr qiladigan holga tushirib qo'ymoqda. Xitoyning maqsadi shak shubhisizki xalqimizga yetkicha zimiston ko'rsatish orqali ularni baharning qadriga yetkazib, shu orqali xalqimizni mangu o'ziga qul qilishdir. Boy dada va Namrat dada degan kitobda Boy dadaning o'z bolasini qandoq tarbiyalashi bilan Namrat dadaning o'z bolasini qandoq tarbiyalashidagi usullari o'zaro solishtirma qilingan bo'lib, Namrat dada bolasini universitetda o'qitadi. Ondan uningga zimiston ko'rsatib, baharning qadriga yetkazish uchun uni harbiylikka avatib Vyetnam urushiga qatnashtirdi. Har zaman pul tejashni va erishganiga shukr qilishni o'rgatadi. Bir kuni ömür bo'yi jafoliq ishlagan va zimistonni ko'p ko'rgan u Namrat dada xizmatidan ayrilib ishsiz qoladi. Boy dada bo'lsa o'z bolasini zimistondan yiroq tutib, uni har zaman bahor ichida tarbiyalab cho'ng qiladi. Uningga pul tejashni emas, pul xarjlashni va u orqali savdo qilishni o'rgatadi. Shuningdan keyin u uchqandek yuksilib boylikqa erishadi. Namrat dadaning bolasi hamma narsaning bahosini yaxshi bilgan bo'lsa, Boy dadaning bolasi narsalarning bahosini emas, balki uning qimmatini taniydigan va uningga ahamiyat beradigan bo'ladi. Oxirida bu hikoyadan chiqarilgan xulosa Namratlarning pul uchun xizmat qildiganligi, boylarning pulni o'zi uchun xizmat qildirdiganligi bo'ladi. Xitoyning davlat boshqaruvchilari 2000 yil ilgari yozgan Xalqni kontrol qilishning 5 xil usuli degan kitobida mundaq deydi. Xalq boy bo'lsa, erkin va bayashat yashasa, ularni oson xo'sh va rozi qilg'ili bo'lmaydi. Ularni setib olish yoki xohlagancha kontrol qilish qiyin bo'ladi. Agar ular zimistonni ko'p ko'rsa, hayoti kambag'allik va jafo mushaqqat ichida o'ssa, ular oson shukr qanoat qiladigan bo'ladi. Ularni oz narsa bilan xo'sh va rozi qilg'ili bo'ladi. Kichik foydalar bilan ularni setib olg'ili va yaxshi kontrol qilg'ili bo'ladi. Shunga xalqni unumli kontrol qilish va ularni baharning qadriga yetkazish uchun ularga yetkicha zimiston ko'rsatish, zulm chekkizish, yo'qsizlik va jafo mushaqqatning ta'mini obdan tetitqizish kerak.
Shundoq bo'lganda, ular erishgan kuniga oson shukr qiladigan, zimistonning qaytib kelishidan andisha qilib, erishgan kunining qadriga obdan yetadigan va hokimiyat yoki tuzumga qattiq bo'ysunadigan bo'ladi. Psixologiya ilmida mahrum qilish orqali harakatlantirish degan bir uqum bo'lib, u deganlik bir inson ehtiyojli bo'lgan narsadan mahrum qilinganda, u inson u ehtiyojli narsaga erishish uchun eng yuqori darajada tirishchanlik ko'rsatadi yoki uningga erishish uchun harakatlandi va badal to'lashga rozi bo'ldi deganlikdir. Ammo noita afsus, agar inson bu xil mahrum qilishni taqdirdan ko'rsa, u chaqda inson boshqalar tarafidan mahrum qilingan haq-huquqiga qaytadan erishishga tirishmaydigan yoki boshqalar tarafidan berilgan ozroq baharning qadriga yetib, shukr qanoat qiladigan bo'ladi. İnsanlarni ruhiy jihatda qul qilishda insonlarning dal mushu qarashi, psixikasi yoki ruhiy holati nihoyat yaxshi qo'llanilgan bo'lib, boshqalarni ruhiy jihatda qul qilmoqchi bo'lganlar oldi bilan ularga tava bo'lgan imtiyoz va haq-huquqlardan mahrum qilib, ularga yetkicha zimiston ko'rsatadi. Ondan ularga ozroq bahor yetkazish orqali ularga u bahorning naqadar qimmatli ekanligini, agar o'zlarining iltifoti bo'lmagan bo'lsa, ularning u bahorga erisholmaydiganligini bara-bara ularga his qildirdi. Yoki u xil tonish va ongni asta-asta ularning miyasiga kirgizadi. Natijada ular beshiga kelgan butun kulfat va ig'ir kunlarni o'zidan yoki taqdirdan ko'radi. Mahrum qilingan yoki erisholmagan haq-huquqlarga erishish uchun tirishchanlik ko'rsatishning o'rniga o'zlarini ruhiy jihatda qul qilishga urinayotganlar oldiga tashlab bergan bahorning qadriga obdan yetadigan va ularga minnatdorlik bildiradigan bo'ladi. İnsan haqiqatanmi shukr qanoat qilishni biladigan va erishganini qadrlaydigan bo'lish kerak. Ammo uning bilan to'xtab qolmay, ularni o'zlarining tirishchanligi natijasida o'ziga ato qilingan ne'mat deb bilib, ularga ega bo'lishi, ulardan mahrum qilinganda o'ziga tava haq-huquqlarni qaytarib olish uchun tirishchanlik ko'rsatish kerak. İnson o'zi o'tkazgan xatolik uchun badal to'laydi. Ammo u to'lagan badal faqat o'tkazgan xatoliqining badali bo'lib, uni hargizmi bahorning qadriga yetish uchun zarur bo'lgan qadam bosqich deb qaramaslik kerak. Shuni bilishimiz kerakki, bizni o'zimizga tava hamma narsadan mahrum qilib, bizga zulm qilayotgan, bizga zimiston ko'rsatayotganlarning maqsadi hargizmi u orqali bizni bahor qadriga yetadigan qilish emas, balki shu orqali bizni o'ziga qul qilishdir.